Hammaga salom jigarlar, sizlar bilan Zarik Buldurup. Bugun buldurup.uz saytida javob qilamiz. Avvalo YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 77 ta obunachim bor. Oxirgi qo'ygan videom postiga kirib 2 kun bo'ldi, prosmotr kam ko'rganlar endi. Like'lar ham pizdes kam bosilyapti. 9 ta komment kelgan xo'p, 9 ta kommentni o'qib obunachilarim aytgan kestni ochib ko'ramiz. Keyin o'tgan videoda aydi qoldirchanglar. Bitta odamga yutib beraman degandim. Ular kes yozgan, bitta odam haligi aydi qoldirgan. Dark bo'lgan. Mana shu bolani hozir ID'sini olib yutib tashlab beramiz. 123 82 180 304 ekan. Buni kesib olamiz. Videoning oxirida olmish yuzta shubratga tashlab beramiz. O'zim gaz boshladik. Standoffdan 666 talik Mercedes oching degan ekan. Pele 99 talik o'lim daftari, 19 lik Aboven 119 lik Kaliso degan standoffdan oching deyilgan ekan. Gaz bo'lmasam birinchi standoffdan 666 lik Mercedes ochamiz. Balansni 200 ming so'mga to'ldirib olgandim men. Hozir birinchi bo'lib 666 lik Mercedes ochamiz standoffdan. Standoffga o'tib oldik. 1190 balansimiz bor. Avvalgi istochimizga 100 yetadigan bitta keys yozib qo'yganlarga kattaroq balans bersa 13 dan tashlab beraman. Va bitta obunachimiz Mercedes Celes oching degan ekan 666 lik standoffdan ketdi gaz. Qora kichik o'rtaga bilan o'chiramiz mumkin. O'zlar ko'p chiqaydi. 12%. 200 bo'ldi dash 400 bor. Kichik qopcha. Kichik qop bo'lmaydi. Sredniy qilamizda. Самый отдельно средний. Высокий нормальными. Gaz bolalar bo'lmasa высокий. Da ochamiz 4 talik, 3 talik, bitta talik qilamizda. Gaz ketdi bolalar. Bitta normalni berib o'rsa. Yozgan obunachimizga 13 tashlab beraman. Voy jala 200 mi? 191. Yivar ekan bak obunachimiz. Dash yarmidan ham kamini ko'pini yedirib yubordi. Hatto 300 bersa ham mayli. Pele ochamiz unda bo'lsam. To'xtanglar, Peleni shu PUBG'da ochaman deysizlar. PUBG normal beryapti. Undan oldin 99 lik o'lim daftari Aboven. Shuni qiyishdan ochib ko'raveraylik birinchi. 99 lik o'lim daftari qayerda edi? Manimcha mana shu titrat simetri edi. Killa kichik harf bilan o'chiramiz. Bu obunachim aytgan kesida manimcha 200. Bu normal. Lekin 60 bersa bo'ladimi? Bu yaxshi bo'ldi ketdi. Shu obunachimizga 60 sovg'a qilish kerak.
ID yozganmi keldi, nima deb o'ylaysizlar? To'laylik. Sizlar ham keys yozib ketib, ID'larni yozib ketsanglar, normalniy bersa, oltmish tashlayveraman. Buldurup nuqta saytida opingiz qilamiz. Video o'chirib turaylik hozir. Mana o'lim daftarini oching degan obunachiimizga ID bersalar, 63 tashlayveramiz. ID qoldirmagan ekan. Ko'rayotgan bo'lsangiz yozib qo'ying ID. Hozir 119 talik Kaldiso bilan 69 talik abonengiz qoldi. Keyin PUBG o'tamizda pele ochib ko'ramiz yushiga. Hop, gaz chiqamizda. Birinchi qaysi kelsa o'sha keys ochamiz, to'g'rimi? PUBG o'tib ketib qo'ygan ekan o'zi. Demak, birinchi pele ochib ko'ramiz. Yo'q, qaytib qolibdi. 119 lik Kaldiso. Degani Kalipso edi, adashmasam. Hop, undan oldin abonengiz keldi. Buni yuqori qilib ochiramiz, chunki kichkina normal vermaydi bu. Turgan gapga yedirish aniq edi. Kalipso o'tamizda, PUBG o'tamizda. Pele ochamiz. Undan oldin Kalipso 9 talik keys ekan. Bu yerda yo'q chegirli. Mana. Obunachiimiz uchun bitta kichik bilan 4 talik, 3 talik, 1 talik, 2 talik taktika bilan gaz ketdi ola. Bitta shunaqa mikrodan beraversam obunachimizga. Maygalab eng passiv 38. Yediratgan keys yozib. Ketdi gaz bo'lib, pele ochib ko'ramiz endi. PUBG'dan ochishim kerak-da pelani, chunki PUBG hozir kunda ko'plar PUBG'dan normal berapti-da. Video 8 minut turibdi, yana 2 minut olamizda videoni tugatamiz. Pele ham xudochilar keys. Gaz ketdi peledan. Kichik xavfmi, ko'p xavfmi? Kichik xavf bilan ochiramiz. Bitta mashina berib jigar. O't. Yo'q. Dumbayli bitta sapyor o'ynaymiz. Oxirgi yushiga. Hop, gaz unda obunachimizga 63 tashlayveramiz. Midas va saytiga o'tib olamiz buning uchun. To'ldi, endi saytini kiritamiz. Obunachimiz saytlari maniki. Knez 202 ekanliklari. Maniki 63 ketdi. Hop, sizlar ham 63 olishsizlar kelasi videoda.
Edilarni yana kam etkazib qo'ydilar.